Organizatsiya kechirdik, biz qaysi shaharlarda yashaymiz. Mana bu aybirlar narsadan kelib, bizning totar kishisinde, g'ob-g'odiy totar kishisinde turmush falsafasi yo'q. Mana bu aybir bo'lgan, bu aybirni din bermay, din bera bizga yaşav rəvişini bilmiyor. Çünkü biz yaşav rəvişi var bizdə, işqə varabız, qaytabız. Bu aybirni din yaraklaştıra olmadı deyə aytası kerak. Din bir yerdə, qalıb ikinci yerdə. Mana şu aybirlər. Mana kişide şuşu özəm tərbiyelerge kerak, tatar tilinin üstünlüğünü göstərlərge kerak, felsefe arqılı indi. Tatar şöyle kim tugulken, mana ko'pdan tugulgina bir yozuvchimizning kitobi chiqdi. Yazık, veliki yazık Türkov degan, o'g'ris tilida. Mana o'landa tatar tilining buyukligini ko'taradi. Mana shunday birlar kerak. Kishining, g'ob-g'odiy kishining o'zini bilan ishlaydigan xizmatlar kerak. Shular bilan ishlaw kerak. Biz albatta akademik bosmalar chiqara olamiz, zo'r fikrlar ayta olamiz. Ammo g'odiy kishi ishida shunday populyar aybirlar bo'lgan.